Amerikadagi Dialog fondi tutqundagi Uyg'ur folklorshunos, Shinjang universitetining professori doktor Raila Davudning umrlik qamoq jazosi hukm qilinganligini dalillagan. Mazkur kishilik huquq organining 21 sentabr kuni oshkorlashicha, ular bu uchurni Xitoyning bir hukumat amaldoridan egallagan. Mazkur Xitoy amaldorining dalilishicha, Raila Davud tutqun qilinib 1 yildan keyin, ya'ni 2018-yil 12-oyda bo'lgunchilik, ya'ni davlat xavfsizligiga ziyon selish jinoyati bilan Urumchi shaharlik o'rta xalq sud mahkamasida sotlangan va umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan ekan. Raila Davud bu hukmga norozilik bildirib, Uyg'ur Abdunum rayonlik yuqori sud mahkamasiga arz sungan bo'lsa-mu, biroq uning arzi yuqori sud mahkamasi tomonidan rad qilingan. Dialog fondining ilgari surishicha, professor Raila Davud umrlik qamoq jazosiga hukm qilinishi bilan bir vaqt yana siyosiy huquqidan umrlik mahrum qilingan. Raila Davud Uyg'ur folklori va mazar tadqiqot sohasida xalqaro shon-sharafga ega bo'lgan Uyg'ur bilim odami edi. O 2018-yilning oxirlari izdiraksiz g'oyib bo'lgandan buyon Xitoy hukumatı uning oqibati haqida hech qanday uchur bermay kelgan. 2021-yil 6-oyda radiomiz uning turmada jazo muddatini o'tayotganligini dalillagan edi. Dialog fondining aytishicha, ilgari professor Raila Davudga uzun muddat qamoq jazosi berilganligi to'g'risida farazlar o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, ammo bu Xitoy hukumat organidagi ishonchlik manbaning tunji qitim uning muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligini dalillashi bo'lib hisoblanadi ekan. Dialog fondining ijroiya direktori John Kam professor Raila Davudning umrlik qamoq jazosiga hukm qilinishini mislsiz fojia deb ko'rsatgan. U yana Uyg'ur xalqi va ilm-fan erkinligini qadrlaydigan barliq kishilar uchun zo'r bir yo'qotish degan. Raila Davudning umrlik qamoqqa hukm qilinganligi haqidagi bu eng yangi uchur ijtimoiy taratqularda keng tarqalib, kuchli inkas qo'zg'amoqda.